Odamlar dunyoga tug'ilib bir xil keladi. Ammo undan chiqib ketishligi bir ikkinchisidan farqlanadi. Mo'min bilan fojirni, mo'min bilan kofirning dunyodan chiqishligi. Tanadan ruhini chiqib ketishligi, o'limni mo'min ham tan oladi, kofir ham tan oladi. Bu ayni haqiqat. Ammo ularning mana shu dunyodan chiqib ketishligi hargiz bir bo'lmaydi, hargiz ikkalasi barobar bo'lmaydi. Oxirgi lahzalar. Mana shu holatda, ixtizor holatda yurgan odamni holatini bir tasavvur qilib kelaylik. Inson ruhi tanasidan ajrashishiga yaqin bo'lgan paytda ko'zi maloikalarni ko'radi. Mo'min ham ko'radi, kofir ham ko'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu haqida sahih hadislarda siz bilan bizga xabarlarni berganlar. Mo'min odam oxirgi lahzalari kelgan paytda ko'zi yetadiganchalik joyda o'zini xaridor bo'lgan jannatdan chiqqan maloikalarni ko'radi. Ularning qo'lida jannatdan bo'lgan kafanliklar, jannatdan bo'lgan xushbo'ylar. Endi buni muqobilida fojir yoki kofir insonni ko'ring. U ham ko'zi yetadiganchalik joyda xaridorlarni ko'radi. Do'zaxdan chiqqan farishtalar, do'zaxdan olingan kafanliklar. Mo'min odam o'zini xaridorlarini, o'zini olib ketishlik uchun ruhini, farishtalarni ko'rgan paytda u uchun dunyodagi eng shirin narsa o'lim bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man ahabba liqa'allohi ahabballohu liqa'ahu." Kim Allohga yo'liqishni istasa, Alloh unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Kim Allohga yo'liqishni xohlamasa, yomon ko'rsa, Alloh ham unga ro'baro bo'lishni yomon ko'radi. Mo'min xaridorlarni ko'rganidan keyin tezroq o'lishlikni xohlab qoladi. Tezroq Allohga yo'liqishni xohlab qoladi. Binobarin Alloh taolo ham uni ko'rishni, unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Mo'min odam dunyoda chiqib ketar ekan, unga nido qilinadi. Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh taolo tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Bu bashoratni eshitgandan keyin o'limdan yaxshi narsa qolmaydi, birodarlar, mo'min uchun. Kofirni ruhi tanasidan chiqmasdan turib, hali o'lmay turib, Alloh taolo aytadi: "Walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Kofir o'lmadi hali. Hali tanasidan ruh ajrab ketgani yo'q. Endi Alloh taolo uni holatini bayon qiladi siz bilan bizga. Agar farishtalar kofir kimsalarning yuz va ketlariga urib, jonlarini olayotgan va do'zax azobini totingiz, bunga sabab o'zlaringiz qilgan amallaringiz deyotganini ko'rsangiz, ularga mana shu bashorat beriladi, qo'sh tirnoq ichidagi. Tabiiy bu kofir o'lishini xohlamaydi. Mo'min uni ruhi tanasidan ajrab chiqishligi qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni ajib suratda sifatlab berganlar. Hammamiz idishdan piyolaga suv quyamiz. Quyamizda suvni to'xtatib shunday tumshug'ini ko'targanimizda bir tomchi shunday ajrab ketadi. Kim sezadi shu suvni ajraganini idishining uchidan? Sharrat oqizib turib, shunday to'xtatganingizda oxirida bitta ikkita tomchi shunday ajraydi. Sezadimi qo'lingiz? Ko'zingiz ko'rmasa qo'lingiz sezmaydi. Mo'minning tanasidan ruhini ajrashligi mana shunday bir yengil suratda bo'ladi. Alloh mana shunday bir kunni bizga nasib qilsin hammamizga. Endi ikkinchi toifa, kofirlarning ruhi qanday ajraydi tanasidan? Po'stakda tasavvur qiling, qo'ydi po'stagini. Suvni sepib ho'l qiling. Qo'lingizda temirdan bo'lgan tikonni po'stakka botirib aylantiringda, so'ngra sug'uring. Kofirni tanasidan ruhini ajrashligi mana shunday bo'ladi. Birodarlar, bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Ha, mo'min ham, kofir ham dunyoga kelganda bir xil tug'ilgan, bir xil yig'lagan, ammo ketishligi hargiz bir bo'lmaydi. Mo'minning ruhi tanasidan ajrab chiqar ekan, undan ana shu ruhidan yer yuzida bor xushbo'y atirlarning eng afzalidan ko'ra shirinroq hid chiqadi. Hatto farishtalar yer tarafidan pokiza ruhning hidi kelyapti deb turadi osmonda. Osmondagilar his qiladi bu hidni. Endi kofirning ruhi tanasidan ajraganda esa yer yuzida mavjud bo'lgan eng badbo'y hidni isi keladi. Farishtalar buni ham his qiladi. Yer tomondan badbo'y ruhning hidi kelyapti deydi. Birodarlar, hidi ham bir xil bo'lmaydi. Garchi dunyoda bir xil yeb, bir xil ichib, bir xil kiyib, bir xil huzurlanib yashagan bo'lsa ham,
lekin dunyodan chiqishligi hargiz teng bo'lmaydi. Ikkalasi ham, mu'min ham kofir ham dunyodan chiqib ketar ekan, maloikalarni ko'radi. Lekin birini xaridori undek, birini xaridori bunday bo'ladi. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Birodalar, albatta keladi shu kun oldimizda. Aniq keladi. Modomiki dunyoga kelganimiz haqiqat bo'lsa, undan ketishligimiz ham ayni shunday haqiqat bo'ladi, birodarlar. Alloh taolo bizning xaridorlarimizni jannat farishtalaridan bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Kafanlar. Mo'min odamning ruhi ajrab chiqar ekan tanasidan, bu xaridorlari Azroil alayhisalomning qo'lida bir lahza ham qo'ymaydi, ana shu jannatdan olib kelingan kafanliklar bilan kafanlaydi. Kofirning tanasidan ruhi chiqar ekan, uni xaridorlari ham bir lahza qoldirmaydi Azroil alayhisalomning qo'lida. Jahannamdan olingan kafanlar bilan kafanlaydi. Mana endi hamma narsa endi boshlandi. Mana haqiqat endi bo'ldi. Ko'zi endi ochildi. Qachon ochildi? Ko'zi yumilgandan keyin ochildi. Maloikalar ikkalasining ruhini olib osmonga ko'tariladi. Mo'minning ruhini ko'tarib osmonga ko'tarilar ekan, osmon farishtalari yer tomondan xushbo'y, pokiza ruhini hidi kelyapti. Voy biz tomondan qo'lma-qo'l qilib osmon eshigiga olib borishadi. Biz ham tegib qolaylik deydi. Birinchi osmon eshigiga kelganida samo eshigini farishtalari, qo'riqchilari so'raydi, kim bu? Shunda eng chiroyli ismlari bilan, sifatlari bilan chaqiriladi. Bu falonchining o'g'li falonchi, taqvodor, solih, namozxon, ro'zador, qori, xayr ihson qiladigan, Allohning baytini ziyorat qilgan. Unga osmon eshiklari ochiladi. Shunday qilib 7 qavat osmondan o'tadi. 7-osmonga chiqqanda Alloh taolo amr qiladi. Bu bandamning ruhini illiyinga yozib qo'yinglar. Jannatiylarni qatoriga ism yozib qo'yiladi. So'ngra ruhi yana bir chiroyli bir ma'lum suratda uni qabriga olib tushib qo'yiladi. Endi buni muqobilida kofirning ruhi osmonga ko'tarilib ketar ekan, farishtalar yer tomondan badbo'y hid kelyapti deydi. Va birinchi osmon eshigini oldiga olib kelganida kim bu deb so'raydi farishtalar. Falonchi kofir, falonchi fosiq, falonchi munofiq, falonchi zolim, falonchi haromxo'r. Qanaqa yomon sifatlar bo'lsa shu sifatlar bilan aytilinadi. Ular uchun osmon eshigi ochilmaydi. Astagfirullah. La tufattahu lahum abwabus sama va la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Ignani ko'tidan tuyani o'tishini tasavvur qila olasizmi? Tasavvur qila olmaysiz. O'tadimi? O'tmaydi. Demak, bular ham jannatga kirmaydi. U kimsalar uchun hargiz samo eshiklari ochilmas. Robbimiz aytayapti buni. Va toki tuya igna teshigidan o'tmas ekan, ular ham jannatga kira olmaslar. Hech qachon kirmaydi. Kofir ham mo'min ham yegan dunyoda. Kofir ham mo'min ham uxlagan. Kofir ham mo'min ham yaxshi yomon kunni ko'rgan. Kofir ham mo'min ham bir xil dunyoga kelgan. Chiqishligi bir xil bo'ladimi dunyodan? Bir kun keladi birodarlar, peshonamizda turib kun. Kimga ertaroq, kimga keyinroq. Ruhni tanaga qaytarilishi. Ruh mo'min kishini ruhi 7-osmonga yetdi, 50-yinga yozildi, so'ngra tanasiga qaytariladi. Qabrga qo'yiladi va jasad ruhga qo'shilib ne'matlanish, huzurlanishlik boshlanadi. Kofirni ruhi esa ana shu 1-osmonni eshigi oldidan qabriga uloqtiriladi, irg'itib yuboriladi ruhi. Mana endi uni ham tanasi ruhi bilan qo'shildi, endi bunga azob boshlandi. Ikkinchi hayotning muqaddimasi birodarlar. Asosiy abadiy hayotimizning muqaddimasi. Va man yushrik billahi fakannama kharra minas samaa fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Alloh taolo uni ruhini nima dedi? Kim Allohga shirk keltirsa, bas u osmondan qulagan uni biron vahshiy qush o'lja qilib olib ketgan yoki qattiq shamol yiroq joylarga uchirib ketgan kabidir. Uni holati qadayu, boyagi mo'minning holati qo'lma-qo'l bo'lib, yana qabrga tushishligi qada. Hali oxirat azobi yoki ne'mati boshlanmasdan turib, kofirning musibatini ko'ring. Uloqtirilyapti. O'zi xor bo'lganini, dunyoda adashib kofir bo'lib yashaganligi, xato ekanligini tushundi. Hali tanasidan ruh ajramay turib, xaridorlarni ko'rganda, aqli ishladi, ko'zi ochildi, endi buni foydasi yo'q. Endi buni foydasi yo'q. Biri namoz o'qidi, ikkinchisi o'qimadi. Biri roza tutdi, ikkinchisi tutmadi. Biri ota-onasining duosini oldi, ikkinchisi oq bo'ldi. Biri o'zini pokiza saqlandi uylanib, ikkinchisi zinoni o'tkazdi har kuni.
Zino bilan kunini o'tkazdi va bu bilan faxrlandi. Dunyoda bir xil yashagandir ehtimol, lekin dunyodan chiqishi hargiz bir xil bo'lmaydi. Kafanlash. Ruhi chiqdi, farishtalar olib chiqib tushdi, ungacha yer yuzida bo'ladigan ish. Itoatkor mo'minda ham, fosiqda ham, munofiqda ham birodarlar kafanlashadi. Bir xil kafanlashadi. Yuvishadi, bir xil yuvishadi. Yelkalari ko'tarib olib borib janoza o'qishadi. Bir xil. Ko'tarib qabrga olib borib ko'mishadi. Qabri ham bir xil bo'ladi. Ammo qabrda ichi bir xil bo'ladimi? Hargiz bir bo'lmaydi birodarlar. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Ikkalasini ko'tarib ketishyapti. Mo'min aytadi: "Tezroq boringlar. Tezroq boringlar, tezroq borib joyimga qo'yinglar." Kofir aytadi: "Voy unga voy bo'lsin, qayoqqa olib ketyapsizlar uni? Olib bormanglar uyaga" deydi. Lekin ko'tarib ketayotganlarga uni ham so'zi baribir, buni ham so'zi baribir. Ular uni bilmaydi. Ular uni eshitmaydi. Biri shoshiltiradi, biri orqaga suradi, lekin unisini ham, bunisini ham aytgani bo'lmaydi birodarlar. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, afanash'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kayfa tahkumun?" Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilavermizmi? Ya'ni ikkalasi teng bo'ladimi deyapti Alloh taolo. Ey mushriklar, sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqdasizlar? Namozni o'qigan ham o'qimagan ham bir xil yuraveradi dunyoda. Ro'za tutgan tutmagan bir xil nafas olib yuraveradi. Endi-chi? Endi ham bir xil ularning ahvoli. Keyin ikkisi ham qabrga qo'yiladi. Endi nima boshlanadi bu yerda? Abadiy hayotning muqaddimasi. Mana bu yerda ularning holati barobar bo'lmaydi. Ikkalasi qabrga qo'yiladi. Ustidan tuproq tortiladi. Dafn qilinadi. Eng ajib narsa shuki, qabrda yotgan mayyit uni ruhi tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin ustiga tuproq tashlayotganini eshitib yotadi. Birodarlar, bir fikr qilib ko'ringlar-da. Yotibsiz qabrda, zimiston, hech kim sizni eshitmaydi, qimillolmaysiz, tuproqni ustiga shap tashlayapti. Bir kun turibdi oldimizda. Bu chiroyli jasadlarimiz chiriydi. Bu dunyolarimiz qolib ketadi. Bu yaxshi ko'rgan ayollarimiz, farzandlarimiz Qur'onda qo'yib ketaveradi. Yakkama-yakka qolamiz Robbimizning maloikalari bilan. Tanish bilish yo'q. Telefon yo'q. Dunyoda har qanday muammoingizni bitta qo'ng'iroq bilan hal qilib qo'yadigan akaxonlar, ukaxonlar yo'q. Bir kun turibdi, birodar, shu kun turibdi, bir kun keladi boshimizga. Shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Biroz oldin tirik edi bu. Odamlar bilan gaplashyapti, unga gapirishyapti. Biroz oldin tirik edi u. Dunyoda edi, yer ustida edi. Mana endi yer ostida. Tuproqning ostida yolg'iz o'zi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ga jannat, do'zax haqida gapirsa, ko'p ham yig'lamas edi, ammo qabr haqida, o'lim haqida gapirsa, qattiq yig'lar edi. Sababini so'rashganida aytardiki: "Ey birodarlar, qabr oxirat manzilining birinchi bekati. Agar unda ish yengil bo'lsa, undan keyingi narsa undan ham oson bo'ladi" der edi. Alloh taolo yengil qilsin ishimizni, birodarlar. Qabrda ruhi tanasiga kirgizildi, ikkalasini ham o'tkazib qo'yadi maloikalar. Qana qilib o'tkazib qo'yadi? Bu Alloh biladi. Siz bilan biz bu dunyodagi kallalarimiz bilan narigi dunyoda hayotini idrok qilib olishga harakat qilmay qo'yaylik. Alloh o'tkazib qo'yadi dedimi? Payg'ambar o'tkazib qo'yadi dedimi? Tamom o'tkazib qo'yadi. Ko'zi ochildi. Nimani ko'radi? Ikkita farishtani ko'radi. Qanday qilib ko'radi? Alloh biladi, birodarlar. Mana endi imtihon boshlandi. Mana endi asosiy imtihon boshlandi. Bu imtihondan yutgan haqiqiy yutdi. Yutkizgan eng katta bir mag'lubiyatni topdi. Eng katta fitna boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrning fitnasidan Alloh taolodan panoh tilagan. Maloikalar so'raydi: "Robbing kim? Dini nima? Sizlarga oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan?" Mana hozir shu yerda o'tirgan odam hammasi javob beradi. Robbing kim? Alloh. Dini nima? Islom. Oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan? U kishi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi bir odam aytishi mumkin, nima endi 3 qator so'z ekan. Yodlab berib qo'yish qiyinmi? Birodarlar,
u yerda bu kalimalarga kim javob bera oladi bilasizmi? Shu kalimalarning taqozosi bilan yashagan odamlar. Man qala la ilaha illalloh muxlisan min qalbihi dakhalal janna. Ixlos bilan shu kalimani aytsa jannatga kiradi. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz aytganlar, oxirgi aytgan so'zi dunyoda la ilaha illalloh bo'lsa, bu odam albatta jannatga kiradi dedilar. Desa oson ekan-da, ey. Aytib yursang shu tilingga, yo'q, bu tilni xiyonat qiladigan kuni bor. Ana shu xiyonat qiladigan kuni dunyodan chiqib ketayotgan kuningiz. Bu kalimani kim aytadi? Shu kalimani taqozosi bilan yashagan bo'lsa. O'ylamanglar, yodlab qo'ysanglar aytib beradigan narsada. Mo'min aytadi, Robbing kim? Robbim Alloh deydi. Dining nima? Dinim islom. Sizlarning oranglarga bir kishi yuborilgan. U kishi haqida nima deysan? U kishi aytadi, u zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning rasuli, u kishiga iymon keltirdim deydi. Malaikalar aytar ekan, shunday deyishini biz bilar edik. Ular bilishar edi. Chunki shu kalimani taqozosi bilan yashagan edi. Chunki bu kishi shu kalimani taqozosi bilan yashadi. Qur'on bilan, sunnat bilan, ibodati bilan. O'shuning uchun bu savollarga osonlik bilan javob bera oldi. Shu vaqt samodan nido qilinadi. Sadaqa abdi. Bandam rost aytdi. Alloh taolo guvohlik beryapti, birodarlar. Endi ayting, buni yoqidagi hayoti qanaqa bo'ladi? U tasavvur qila olmaydigan darajada huzur halovatda bo'ladi. Chunki imtihondan chiroyli suratda o'tdi. Bandam rost aytdi. Unga jannatdan to'shanglar. Unga jannatdan bir eshik ochib qo'yinglar. Taydagi ko'rpa to'shaklari jannat ko'rpa to'shaklaridan bo'ladi, birodarlar. Uni o'ng tomonidan jannatdan bir darcha ochib qo'yiladi. Jannatning hidi, harorati, boradigan qasrlari, qo'liga kiradigan huri ayinlarni ko'rib huzurlanib yotadi. Robbi aqimissa, Robbi aqimissa. Parvardigor qiyomatni tezroq qoyim qil, tezroq qoyim qil deb shoshiltiradi. Chunki boradigan joyi aniq bo'lib qoldi-da. Endi buni muqobilida kofirga keladi bu ikkita farishta. So'raydi, Robbing kim? Dining nima? Sizlarni oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan? U, ha, bilmayman deydi. Robbing kim? Ha, bilmayman. Odamlar nima desa shuni der edim. Dining nima? Ha, bilmayman. U haq degani qo'rqayotganligini belgisi. Qo'rquvdi ma'nosi. Sizlarni oranglarda bir kishi yuborilgan. Nima deysan u haqida? Ha, odamlar nima desa men ham shuni aytganman deydi. Farishtalar aytadi, la darita va la tarita. Bilmading, o'qimading. Haqni bilmading, Qur'onni o'qimading. So'ngra temirdan bo'lgan ko'zi bilan boshiga shunday uradi, turpoqqa aylanib ketadi. Bir urishida. Shunday qichqirib turpoqqa aylanib ketadiki, inson va jin toifasidan boshqa hamma mahluqotlar uni ovozini eshitadi. Faqat inson bilan jin eshitmaydi. Agar inson bilan jin eshitganida hushidan ketar edi. So'ngra jasad yana boyagi ahvolga olib kelinadi, yana boshiga uriladi. U unga qiyomatgacha beriladigan, qabrida beriladigan azobning bir ko'rinishi. So'ngra nido qilinadi, bandam yolg'on gapirdi. Unga do'zaxdan to'shaylar, do'zaxdan eshik ochib qo'yinglar. Ana farqi, birodarlar. Nima yuribsan sen ham, men ham yuribman. Senni ham bor narsa, men nima farqimiz bor o'rtamizda desa aytamiz. Ha, bu dunyoda vaqtinchalik dunyoda farq bo'lmayotgan bo'lishi mumkin bir qarashda. Ammo sen ham o'ladigan kun bor, men ham o'ladigan kun bor. U kunda ahvolimiz bir xil bo'lmaydi. Mo'min uchun jannatdan darcha ochib qo'yildi. Qara, mana bu joy seni makoning. Banda boyagi makonini ko'rib turib, boyaga aytganimizdek shoshiltiradi. Parvardigor qiyomatni qoyim qilgin deydi. Shuning uchun iymon e'tiqodi bilan, ibodati bilan pokiza holatda dunyodan yashab o'tgan. Voy bechora, yosh ketibdi demanglar. Uni sizlarga rahmi kelyapti o'z aslida. U jonni topshirib oldi, xaridorlarning kimligini bildi, qabrda ne'matlar unga ko'rsatildi, jannatdagi boradigan joy ko'rsatildi. U yaxshi dunyoda sizni dunyoyingizdan. Siz o'zingizga rahmingiz kelsin. Chunki siz qanaqa ketasiz hali Alloh biladi. Ammo kofir uni ostiga olov to'shaladi. Jahannamdan eshik ochiladi. Uni issig'i, badbo'y hidlari tegib turadi. Qabri uchun tor qilinadi. Qabri uni qisganda qovurg'alari bir-biriga kirishib ketadi. Ammo mo'minning qabri ko'zi yetadiganchalik keng masofa qilinadi. Endi bu kofir shu holatda turib, Robbim
qiyomatni qoyim qilmagin deb turadi. Uni aytgani ham bo'lmaydi, buni aytgani ham bo'lmaydi. Parvardigor olam o'zi xohlagan paytda qiyomatni qoyim qiladi. Ehtimol ikkalasi ham yonma-yon dafn qilinar. Yonma-yon dafn qilinar. Birini qabri rohat, birini qabri azob bo'ladi, birodarlar. Bu azoblar nima uchun berilyapti unga? Allohni tanimadi, namoz o'qimadi, roza tutmadi, haromdan o'zini saqlamadi. Darsimizning nihoyasi mo'min qabrida turar ekan, yuzlari nihoyatda bir go'zal, kiyimlari pokiza, hidi xushbo'y bo'lgan bir inson kirib keladi. Haligi qabrda yotgan mo'min qarab turib, "Sen kimsan? Yuzingdan yaxshilikni xabari kelib turibdi, kimsan?" deydi. U aytadi, "Men seni solih amalingman." Birodarlar, bizni qilgan amallarimiz inson suratida keladi. Aytadi, "Allohning toatiga shoshilar eding, gunoh ma'siyatdan o'zingni olib qochar eding. Men seni namozingman, ro'zingman, hajingman, umringman, da'vatingman, tilovatingman" deydi. Kofir esa buni aksini ko'radi. Uni qabriga xunuk badbashara, ko'rinishi yoqimsiz, kiyimi, hidi yoqimsiz bo'lgan bir badbashara kishi kirib keladi. Unga qarab turib kofir aytadi, "Sen kimsan? Seni yuzingdan yomonlik hidi kelib turibdi." U aytadi, "Men seni yomon habis amalingman. Vallohi ma'siyatlarga shoshilar eding, toat ibodatdan o'zingni olib qochar eding." Birodarlar, bir kun keladi. Xaridorimizni ko'ramiz. Bir kun keladi. Bizni tanamizni ko'tarib, ruhimizni ko'tarib 7-chi osmonga olib chiqiladi yoki olib chiqilmaydi. Bir kun keladi, tanamizga kirgiziladi ruhimiz. Bir kun keladi, Munkar Nakir farishtalarning savoliga duchor bo'lamiz, birodarlar. Mana shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Qabrda azob, qabrda ne'mat. Qabr oxirat manzilini birinchi bekati. Agar shu bekatda muvaffaqiyatga erishsak, najotga yetdik. Agar muvaffaqiyatsizlikka uchrasak, birodarlar, afsus nadomatda qoldik. Mo'min va kofirning qabrdagi ahvoli bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirullah.